Ay, siz Qasımning nimasi bo'lasiz? Men uning xotini. Tom ikki o'rmichichi qaq pachiqiga tushadigan chiroyli cho'k ekan. Bundan keyin yuzimni qanday ko'tarib yuraman? Agarda men utib olsam, xotiningdan o'tsam, qanday? Har qaysing bu yerga onangni erga bagil kelishdingmi? Seyit begi menga igichi singlig'ini opirib sovabdi. Men hargiz bormayman. Xotinimni o'zimga qo'yinchi nima qilib? Unda qilma. Vay shimg'ina va og'zingni bir tepma beka. Hozirga kelgicha Qosim oxundan boshqa arzatiga ko'nglimning peshini tutqizib baxmadim. Bechora nafasim qopdi. Gelmeysin. Bu şeyde konuşlar. Ondan kımlarlar. Qemarg'a tikilgan xotin. Oyshem Ismoil tabassum. 18-qism. Bunun buriladimu, moşundaq adamigarchiliklarda ko'nglini oyab bo'lsa-mu, billa borayla-mu debmi qo'ymaydigan qiynonisining, erining yoki qambarini soxinimning mundaq ketib qilishlarga odatlanib ketgan Oytura xonimmi bugun dal moshini xolab turadi. O oshxonadan oshliq tayyorlab paloqishib yurgan Potamxonni chaqirib olib, uydagi xizmatkorlarning nima ish qilayotganligini so'rashdi qildi. Potamxon onunğa Jabbor bog'van bilan Juvozchixonaga mas'ul buvoydan boshqalarning yerimining Shahzodam xonim va Seyitboy bilan birga ketganligini, yerimining bola izdigiri chiqib ketganligini, begimning ulog'i vaqirab, bolaning izdirikini ololmasang hech qaysing qaytib kelishma deganligini, hozir uyda o'zili qolganligini, Jabborning kechichi bola izdab tong suzilganda uxlag'ili kirib ketganligini doklad qildi. Onun gaplarini anglab Oytura xonim yenikdan oldi. O sal o'ylanib olgandan keyin Potamxonga dedi. Hozir uyda hech kim yo'q. Boshqa ishmi yo'q. Seni ishga buyuradiganlarmi bir yoqqa jo'nabdi. Qo'lingdagi ishingni qo'yib, uyingga berib, oilangdagilar bilan ko'rishib, almon bo'lishib olib tushdan keyin kelgan. Menmi bir kecha uxlamay shu topda beshim bakla garang turdi. Kirib azroq uxlab olay. Oytura xonimning pat-pat uyda odam qolmaganlarda tutib qoladigan bu iltifoti bugunmi Potamxonni xush qilavatdi. O yugurib yurib degadak xonimiga noshtalik tayyorlab berib, oshxonani shu peti tashlab qo'yib, taloga chapdi. Endi hikoyani sal boshqa yondirib, Jabborning balini sotgan heliqi kechiga qaytayli. Yepcha ayol balini elib, apila-shapila kayniga yondi. Ansirmanglar xotin. Ha? Avu balının begi qo'shinlar anglab bilib bo'g'ichi ish tugusun debdi-ku. Yüz abro'yliq odamlar puldan bek abro'yga e'tibor berdi. Shunday qilgan. Beyosh to'g'risi ishlatib, g'alvisini besiqtirgandi. Uningga odam o'lmaydi. Hozircha g'alva qilmayotgani afzal. To'liq odamishib odamni qo'rqitmanglar. Mushyadan bir ketib oldi. Xotinlar o birini deb, bu birini deb talash tortish qilib, ko'chaning beshiga chiqayli deganda, tuyuqsiz oldida 3 otliq kishi paydo bo'lib, mapining oldina to'sdi. Ulardan biri etidan tushib kelib, otning chulvirini yepchining qo'lidan oldi. Yana biri udul bog'inicha ayolning quchqidagi balani olmoqchi bo'lib edi, ayol ching'ida quchoqlab olib, balani bag'ila unamadi. Biz bu balını-chu onasi bilan tog'isining roziligi bilan elib ketyapmiz. Oldimizni to'sidiganga haq qaysan kimding? Biz dal shu onasi bilan tog'isining odamlari. Balini bizning begimning qo'riq beg'iga qaraydigan bog'van o'g'irlab chiqib sizlarga beribdi. Biz begimning topshirig'i bilan keldik. Sizlar bog'vanga qancha pul bergan bo'lsanglar, pulinglarni mana biz qaytarib berib, balini olib ketamiz. Oningga unamay, xiding qiladigan bo'lsanglar, tuqqanlaringlar o'likinglarni cho'ldan izlaydi.
Bu gapni anglab ayolning ra'yi yumshadi. O qo'lidan balini elvatgan yigitga moslashib, balini o'ri qilib ko'tirib qo'yib, mishildab yig'lashga boshladi. Yigitlar yepchi xotinga 2000 tangani sanab berib yo'lga selivatdi. Ondan sürlük bom ovozda xotin ikkisining yurkini elib bo'lgan mag'rur yigit balini qo'yniga solab, puxtilab yugab, bo'ti bilan balini o'ziga chaplab tangdi va uchi qatorlashib ot choptirib, Seyitboyning topshirig'i bo'yicha balini Shahzodam xonimning qo'shni yezdagi ochisining uyiga ep mangdi. Endi asli hikoyaga qaytib kelaylik. Patamxonni uyiga yo'lga selivatgan Oytura xonim bog' ho'ylilarga yana bir qitim qarab, odam qamag'anligini jazmlashtirgandan keyin paypaslab Jabborning o'riklikdagi uyiga mangdi. U kirganda Jabbor texicha uxlayotgan bo'lib, uning kangri maydisini ochganicha o'ngdi yetib, pushildab uxlab ketganiga ichki ko'ygan Oytura xonim eshikni ichidan taqab, ilg'ushni ilib qo'ydi. Ondan asta kelib Jabborning burnini chimdab tutib turib oldi. Jabbor nafas ololmay chala uyquchilikda burnini tutib olgan qo'lni ishtirib etib, so'lga o'rilib oldi. Oytura xonim uni kuchab tortib o'ziga qaratib, ig'ir gavdasi bilan besib olib, ting'ili qo'ymay suyib ketdi. Shundala uyqusi ichilgan Jabbor Oytura xonimni belidan qamallabla o'ngdi selib, o'zi ustiga chiqib oldi. Ular ig'ir pushildishib, ermash-chermash bo'lishib turgan shu mahalda yerdan o'ngandakla necha odam eshik oldida, yana nechisi o'g'zida paydo bo'lib kelishdi. Talada turg'ini eshikni tepib ochqicha, o'g'zisidikisimi to'nglikdan sangilab tushib bo'ldi. Chala puchuq yeshingan, kiyimlarini o'ngshashga ulguramagan Jabbor bilan Oytura xonimning ko'z oldidagi alomatlardan studiyasi edi. Jang'ida tepib echilgan eshikdan turqi va chiroydan so'r yog'dirib, eng avval Seyitboy kirib keldi. Kaynidan kirganlar xo'jidor, otboqar va qovul xizmatkorlar bo'lib, ularning har birining qo'lida birdan kaltak turatdi. Penjak to'nining tugmalarini topolmay, tapqinini salgash etib titrab o'ltirgan Oytura xonimning qo'llari qo'lashmay, ig'zi gapga kelmay turatdi. To'nglikdan sangilab tushgan biraylan Seyitboyning qarisi ko'rinib bo'g'icha Jabborning gachkisidan qamallab tutdi-da, qani tog'irini cho'rgandek cho'rib pagog'i tashlab, yuzini yerga chopiltib, jo'niga dassab turdi. Jabbor yer tirajab o'rnidan turmoqchi bo'ldi-yu, kuchlik putning dassishi ostida o'rnidan turish tugul, bo'ynini o'rimi qilinmay, nimjon qo'zdek yerga choplashibla qoldi. Oytura xonim, endi deydigan gaplari bormi? Seyitboy ko'zlaridan g'azab ushqunlarini cho'chirtib, Oytura xonimga maqta qadaldi. Oytura xonim yig'lamsirab, lag'ildab titirganicha so'rilib yerga tushdi-da, Seyitboyning putlarini quchoqlab yig'lashga boshladi. Kechirsizlar begim, men ezibdiman. Men sizlarga namaqul. Endi bundan keyin hargiz unda qilmayman. Meni mushu Jabbor majburlab. Seyitboy uning o'z putlariga chirmishib turgan semiz belaklarni birli silkivdi. O bir qadam neriga paloqqa tushdi. Seyitboy qovul xizmatkorining topini ostida ezilib yerga choplashib yotgan Jabborga nafrat bilan qarab qo'yib, yenidikilarga ko'z ishorasi qildi. Kaltak tutib turishqanlar shu hamon o'lash-cho'lash yo'pirilib kelganicha Bog'van Jabborni kaltaklab urishga boshladi. Buni ko'rgan Oytura xonim teg'imi bo'g'ilib yig'lab Seyitboyga esilivdi. Boy birli tepib uni necha qadam neriga survatdi. Qarab tursam, o'zing timsiqlab bu nejisning uyiga kelding. Uxlab qolgan yerdan uyg'otib qo'yniga o'zing kirding. Ishching'iga chiqib tutilib qolsang, endi seni bu majburladimi? Ha? Ita nomussiz. Bu qaysi salohiyati bilan seni majburlay oladi? Seyitboy g'azab bilan engishibla yig'lab mishildab o'ltirgan Oytura xonimning so'l yuziga qassida bir tastak selivatdi.
Aytura xanım təsdik zərbəsinin içib ağırğa yüzünü silag'ach yig'lab turib yana so'zladi. Meni mushu ozdirdi. Bo'lmasa bir obdan kun kechirayotgan turib, nima qilaman? Ya obro'y otig'i yo'q, ya puli yo'q birsiga qarab. Hammani qilgan mushu o'zi. Obro'y otig'i, puli bo'lmagan bilan hayvon nafsini qondiradigan nimasi bor ekan-ku? Seyitboy gurridi to'lab Aytura xanımga ko'raydi. Qayta o'tinib, ha? Nima olaman desang yetib oshqichi ol. Chiroyli xitingni beray, ajrashib ketayli. Baxtingni tepib ol desam unamaysan. Onunga onamagan ekan, ya ko'tingni qisib singaningni yemaysan. Xiyolingni bir umr do'ppamga jigdi silib o'tmoqchimiding, ha? Sen bilan bir uyga kiranmiginim, nafsingni qondirishga unamaganim uchunla. Mening amrimda turib bu nejis bilan oshindorchilik qilib yuramsan. Texi qaysi kunila, yana bir qitim dedim sana. Ajrashib ketayli, mo'shinchilik chiroying mag'during bor vaqtida boshqa birisiga tegib oila qurib oldi. Shu chog'da bo'lsin mundaroq ahvol bor edi degan bo'lsang, chiroyliqchi yorishig'ini qilib yo'lga sep qo'ymamdim. Bekor demaganman, to'xtatsab yurishganlaringdan xabar topqachqa o'zingga fursat beray deb degan. O kuni suvaringni kerib, bu uydan o'likim chiqsa chiqdi, tergim chiqmaydi deb ko'krab ketdim. Mana endi bu uydan nemang chiqadiganligini men belgilayman. Seyitboy shundoq deb qo'lini shiltib edi. Aytura xanım qaytadan o'milab kelib, Seyitboyning putlarini quchoqlab yig'lig'ila turdi. Onun badanining putlariga yepishib turishidan bearam bo'lib, yerginch tuyg'usida bo'lib qolgan Seyitboy yenidagi odamiga buyurdi. Har ikkisini bog'langlar. Qolgan gapni buning uydagilar kelganda ondan deyishimiz. Xizmatkorlar aydo'yit deb bo'g'icha ikkisini ayrim-ayrim bog'lab tizlantirib qo'ydi. Tushga yaqin Qambarnisa xonim, Zivarnisa va Zo'ri xolla kichik Abbosni elib qo'riqqa qaytib keldi. Shahzodam xonimning bu balmonchilikqa to'lgan sa'atchilikni ko'gisi bo'lmag'achqa, bir necha kun ochisining yanida turib, Seyitboy bu ishlarni bir taraf qilib bo'lganda, ondan qaytib kelmoqchi bo'ldi. Uning yana Qambarnisa xonimdan aytib bergan gapidan ma'lum bo'lishicha, Seyitboy bu ishlarda qanday qaror chiqarsa, onasi uni qo'llaydi ekan. Faqat Aytura xonim bilan Jabborning jiniga zomin bo'lmasalar, ularni nikoh qilib qo'ymasalar, qanday jazo bersa, qanday hukmga buyursa Seyitboyning degani hisobgan. Bu gapni anglab Seyitboy onasidan mamnun bo'lib qoldi va teg'imi ishonchga to'lib, endi keladiganlarni saqlashga boshladi. Atiganlik nashtanimi tuzuq qilmagan Aytura xonim bilan tunugun kechda bir qoch yobdan ishgancha bugungi tava bir tal uvoqmi yutmagan Jabborga bir yutum sumi berilmadi. Ular bog'liqda qo'zoqlari ochgan, pussigan, holsizlangan peti qo'sham uyga solinib, ikki qorovulning nazarbandida tizilib o'tirishatdi. Abbosning qaytirib kelinganligi ularga uqtirilmadi. Seyitboy amdi kiradigan mehmonlar kelganda dasturxonni bir yo'lila sanmoqchi bo'ldi. Kun tushdan qayrilganda tarlab tapchirab Aytura xonimning yoshini bosiga tushib qolgan onasi bilan 45 yoshning qarisini olgan bir aksi keldi. Ular darvozadan kira-kirmayla xizmatkorlardan Aytura xonimni so'radi. Hech kim o to'g'riliq bir ig'izmi gap qilmadi va Seyitboy o'ltirgan uyni ishora qilib zuvonsiz turaverdi. Seyitboy mehmonlarning kelganligini bilib darrov uydan chiqdi hamda Aytura xonimning onasiga burunqidakli hurmat tavazzu bildirib salomlashib ahvol so'radi. Ondan akisi bilan qo'l elishib ko'rishib burunqidakli hol ahvol so'rab uydagi ulug' ushshaq hammasining ahvolini so'rab chiqdi. Salomning oyog'i o'zilmasda Aytura xonimning onasi yig'lamsirab, oldirab eg'iz ochdi. Voy xo'jam balam,
bizga jiddiy bir gap kelsin deb kishavat tikanlar. Ko'chilab so'rasam, Ayturaxonni saqsiz bo'lib qoldi dedi. Qani shu xinim bolamni bir ko'rsam. Seyitboy Mo'mayning holini ko'rib, uni chaqirtib toza yaxshi qilmaganligini o'ylab, ko'ngli g'ash bo'lib qoldi. Lekin keladigan odam kep bo'lganda ko'rishtirmay ketkizayotganimi bo'lmaydi. Xayr, dedi Seyitboy ko'nglidagi g'ashlik tuyg'usini besishga tirishib. O Aytura xonimning onasi bilan aksiga yo'l boshlab, o'riklik orasidagi qo'sham uyga mangdi. Ular Seyitboyning bu g'alati qiliqidan hayron bo'lishdi. Qishdan bishorat berib turgan bu kech-kuz mazgilida mehmonni uyga boshlamay, g'azonlar to'kilib, cho'ldarab qolgan boqqa boshlig'ini nemisi? Aytura xonimning aksi shularni o'ylagan bo'lsa-mu, adab yuzidan so'rashni biyab ko'rib, jimmida agashdi. Mo'may bo'lsa qizining kasallik xabarini olgandan tortib, Asiyoda Aytura xonimdala qog'achqa ortiq o'ylamayla kuy o'g'liga agishib, hosisini to'biyaga potirib qadam yo'tkab agishib kelavatdi. Ular ishik oldiga yetib kelishiga, ishik oldida qorovullik qilayotgan bir xizmatkor mehmonlarga salom berib, ondan ishikni qiyo ichvatdi. Uy ishidagi karomatlarni ko'rgan ikkalan dong etib turibli qoldi. Mo'mayning ko'zidan yoshlar sirg'ib, qizi tarafga siljividi. O'g'li Mo'mayning oldini to'sib qo'ydi. Mo'ji yeshig'i kelgicha neni ishlarni ko'rib, anglab pishib ketgan bu tambal faqat stodiya ishlar yuz berganligini qiyos qilib bo'lgan edi. Seyitboy xizmatkordan biraylarga bolani epkilanglar devidi. Ayol Shumayla Abbosni ko'tirib, Qambarniso xonim qo'sqini domboytib Zivarniso bilan birga yetib keldi. Yuz ko'zlari tayoq dastidan yerilib qonga bo'yalgan, ko'kirib ishib ketgan Jabbor tunugun kechda o'zi 2000 tanga ajr haqqi hisobiga yipchi xotinga berayotgan Abbosning Qambarniso xonimning quchqida kelayotganligini ko'rib, beshi parrada qo'ydi. Onasi bilan aksini ko'rib buqildab yig'lashga boshlagan Aytura xonim Qambarniso xonimning quchqidagi Abbosga ko'zi tushishi bilan o'shidan ketib paloqqada yiqildi. Seyitboy mehmonlarni saroy uyga boshlab, izzat hurmatini qilib dasturxon soldi va dasturxon ustida o'ltirib, bo'lib o'tgan ishlarni tafsiliy bayon qildi. Mo'mayning Seyitboyning aytqonlariga ishongisi kelmasa-mu, ko'z oldida ayon bo'lib turgan manzaraga va qizi Aytura xonimning o'shiga kelganda-mu hech nima digili o'nmay yig'labla turib olganligiga qarab, ishonmay amalimi bo'lmadi. Qambarniso xonim patnusga elib Mo'mayga qo'sh qo'llab sungan navat choyni o'g'li elib onasining oldiga qo'ydi. Qambarniso xonim ularni mendan tortinib, izo tortib qolmasin dedi-mu, maza keltirib choy quyib bo'lgandan keyin o'zini chatga oldi. Mo'may boshdan oxir hech nima demay, urib, sinib, yig'labla o'ltirdi. Aytura xonimning aksi Seyitboyning bayonlarini ko'ngil qo'yib angladi va beshini yerdan ko'tarilmay o'ltirib, monolana dedi. Onam bilan rahmatli dadam uni bir qiz deb ziyoda akilitib, royiq beqib yomon o'gitib qo'ygan. Ular biz 5 o'g'ilni bir ko'zda ko'rgan bo'lsa, yolg'iz Ayturani bir ko'zda ko'rib, go'hardek e'tiborlaydi. Necha yildan beri g'ing-ping yo'q turmush kechirib kelgandan keyin bizmi hozirgi kelganda mundaq rasvo ishlarni chiqa deb o'ylab boqmagan. Shaxsan men bu ishdan oldilarda to'liq xijil. Aka bo'lish suputim bilan singlimga yaxshi tarbiya qilolmabdiman. Uni desig'o
ayni yillarda dadam bilan onam bizni onunga tarbiya qilg'ili adnosi chimroq qarab qopoq turgilimi qo'ymaydi. Endi bo'g'iliq bo'lganda bo'lani deb o'ltirganning foydasimi yo'q. Lekin men uni qo'limga olmayman. Mapidi keldik. Onam ep ketaman desa, mapining bir yeriga sig'dirib ola. Yenimda turdi desa, chiqa qo'zini boqqanchilik qilib beqib qo'yamiz. Tilamchinimi hafta 10 kun beqib 5-10 non bilan yo'lga silib, o'lib tatib qolsa, al qatori qoidasini qilib, yarlik qo'yib qo'yg'ul ekan. Ammo mening buningdan keyin Aytura deydigan singlim yo'q. U o'ltirgan uyda bir yutum suvmi ichmayman. Uning kaynidan bir qadammi olmayman. Hatto iziga dasab bu suvga atlashqimi ko'nglim ko'tirmaydi.